toliqqandik, charchagandik hozir. O'tirib olyapti. Ha, yaqqol parterchi. Qanday zarba tizadan o'tyapti hozir va davom ettirish kerak. Mana shu vaziyatda Husanboy Soqjonov shturmni bo'g'ishga o'tyapti-yu, ammo ushlab oldi mahkam oyog'idan. Bu ko'proq og'ritish usuli. Anaconda chok. Va yiqityapti raqibini, yiqityapti. Bir qo'li qolib ketdi. Himoyalanish juda qiyin. Tojikistonlik jangchiga va bo'ldi jang. Oxirigacha dosh berish ko'rindi. Ushbu vaziyatda ammo bo'lmadi, amalga oshmadi. Rasmiy jarayon. Demak, ushbu jangimizning rasmiy natijasi. Referi Xudoyberdi Rahimqulov uni 2-raundning 50-soniyasida to'xtatdi va unda bo'g'ish uslubi bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Husanboy Namanganskiy Tarzan Soqjonov.